Bu ham burchatka, mana bunisi ham burchatka. Bunisi eski fason, mana bunisi yangi fasonda. Sizga qaysi biridan yoqyapti? Qadrdonlar, O'zbekistonda yangilikni zo'ri bo'ladi. Fosforli kafelarga ham urushib berayotgan zo'r qilib. Mana shu holatda bitirib berishi, usta haqqi materiali ichida 2 million 200 mingga mana shu fosforli gulni qo'yib berayotgan. Ko'rib turgan burchatkalaringda akalarimiz Farg'onani quvvasiga zo'r qilib bergan Farg'onani Bog'dod Nusa akalarimiz. Ya'ni burchatkamiz Xitoy metali granitimiz va usta haqqisi. Shular ichida 140 ming so'mdan Vodiy, Toshkent u yog'i o'sha kelishilgan holda qilib berilar ekan. Endi uyda egasidan talab qilinadigan narsa medpisolga sementi va kafeni klayini olib beriladi. Dastlabki xonadon egasidan bo'ladi. Endi mana bu granitlarimizga keladigan bo'lsak, Xitoy metali granitlarimizga keladigan bo'lsak, balandligi 70 sm gacha bo'lgani, balandligi metri 550 mingdan uzoqi ichida bo'ladi. 70 dan baland kvadratga hisoblanar ekan. Pog'onalarimizga keladigan bo'lsak, 1 metr 220 ming so'mdan usta haqqi material bitishi, mana bu tevadagi qismiga keladigan bo'lsak, 180 mingdan kvadrat. Pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar.